Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan o'sha siz bilgan tanigan do'stlar Ali Minecraft do'stlar. Bugun sizlar bilan mana shu G shaklidagi parkurdan o'tishga harakat qilamiz do'stlar. Videoni cho'zib o'tirmasdan boshlashdan oldin like va obuna bossangiz qanaqa biz ketdik. Do'stlar, mana bu yerda play degan joy bor ekan. Boshladik. Parkur G. Zo'r parkurga o'xshayapti do'stlar. Keyingi qismda yana bitta boshqa parkur chiqaraman do'stlar. Qani, bo'lsa biz bismillah boshlaylik. Nezir olamidan birinchi. Bilaversin. Mana do'stlar. Mana do'stlar, keyingi qavat shishali do'stlar, bunaqasi qo'yil. Kimni xayoli ekan bunaqasi? Bilmadim, lekin normalli. Do'stlar, ehtiyot bo'lsa o'tiramiz. Obale do'stlar. Yaxshi do'stlar, stop. Do'stlar, keyingi parkurimiz. Keyingisi shuni tusham. Suvlimi bu, nimali? Nima qilamiz do'stlar? Bilmadim. Mana do'stlar. Qani sakraymiz. Yo'bali stop inshoot. Do'stlar, afomizlar orada videoni sal to'xtatib oldim. Ishim chiqib qolgan paytda. Do'stlar, hozir ovozim pasmasmi do'stlar? Sal qoldi do'stlar. Iqvordim. Va obalay. Nima bo'lyapti? Voy. Nima bo'lyapti do'stlar? Nima o'tolmayapman? Yo'bali do'stlar. Mana shu suvli qiynagan sal. Vaqtimni olib qo'ydi. Do'stlar, sizlarni tabriklasanglar bo'ladi. Ko'rmabmi yaxshi. Yaxshi do'stlar. Keyingi xonaga asta o'tib, tezlashishni bosmabman. Yo'bali do'stlar. Do'stlar, yana chiqib. Keyingi safar do'stlar, mashinalar do'stimga prank qilib o'ynaymiz. Keyingi videoni ko'rasizlar. Avvalambor bu videoni sal 1-2 kun oldin olganman. Do'stlar, yangi video chiqish uchun 10 tagina like yig'ib berasizlar-mi? Yaxshi bo'lardi do'stlar. Ikkinchi qismi chiqadi buni. Ikkita qismni, chunki bu cho'zilib ketyapti do'stlar. Do'stlar, nima chiqolmayapman?
Oh do'stlar. Oh do'stlar. Do'stlar, obunachilar. Chiqolmayapman. Juda qiyin ekan. Buni qaytib o'taman. Do'stlar. Do'stlar o'tdim. Do'stlar o'tdim. Bos qol do'stlar. Bittalar. Do'stlar. Shuni to'xtatib turib o'tib olgan. Do'stlar, oxiri o'tdim shu plus joydan. Nima qilish kerak bu yerda do'stlar? Agar Telegram kanaliga tashlab qo'ysalar, jam 1 obunachi bo'lgandan keyin do'stlar chiqolmayapman. Chiqish kerak ekan, bildim nima qilish kerakligini. Ikkita qismda do'stlar bu video. Yo bale. Do'stlar, nima bo'lyapti? Hammasiga sizlar like bosmaganlaring uchun o'ta olmayapman. Bitta mashina like bosinglar o'tib ketaman. Ishonasizlarmi? Qarab turing. Ana o'ta olmadim, like bosmabsizlar chunki. Sezdim-da. Like bosinglar bo'ldi, o'taman. Do'stlar, tushunmayapman. Sizlar like bosmayapsizlar. Komment ham yozinglar. Like bilan komment. Do'stlar. Sal qoldi-da. Bitta ikkita odam bosmagan. Tushundim qanaqa o'tishdi. Mana do'stlar topdim. Bundan ham shunday juda qiyin parkur ekan do'stlar. Agar kim men bilan birga bir o'ynamoqchi bo'lsa, kimda aqli yetmoqchi bo'lsa, mana shu parkurda ikkalamiz belashamiz. Bitta paytda boshlab, qani kim zo'r ekan sinab ko'ramiz. Yozda boshlanadi do'stlar, sizlar bilan mana shunaqa challengelar. Do'stlar, qiyin. Do'stlar, oxir o'tdim. Shuna xursandman. Shunaqa xursandligimni hech kim bilmaydi. Faqat men o'zim ichimdan o'tganini bilaman. Qaytib chiqadi endi yo'qqa. Taxminan bo'yicha mana shu yerdan chiqsa kerak. Shuning uchun bu yerga tepanka taqdim. Do'stlar, nima bo'lyapti? Bundan ham o'ta olmayman shekilli. Chiqdim do'stlar. Keyingisi. Va keyingisi do'stlar o'tdim. Hammasi. Nima foyda bundan hozir? Nima qilaman? Tushunmadim. Chiqishim kerak ekan, tushundim. Do'stlar. Do'stlar. Obunachilar to'g'riroq.
Sizlar bitta like bosasizlar, shunday quvvat kelib ketadi. Mana do'stlar. Chiqish uchun do'stlar. Oho do'stlar. Namuncha men zo'rman, do'stlar, buni ikkinchi tarafi ham bor. Juda sirpanchiq ekan do'stlarimiz. Do'stlar, o'tdim. Arang ship etib o'tamiz. O'lib yana boshidan tirilib yana shu joygacha kelish azob-ku do'stlar. Mana do'stlar. Va keyingisi. Nima bu? Oho. Lavaga tegmasdan asta-asta. Tezroq. Bu chiqdi. Kimni ko'zi zo'r bo'lsa shu ko'radi. Meniki zo'r ekan do'stlar. Bu yerda aniq boshlang aylanadi do'stlar. Keyingi safar bitta obunachim bilan birga bir o'ynab ko'raman. Yutganga yutuq bor. Bitta server sovg'a qilaman. Do'stlar. Va ana o'tib ketdim. Kimga agar server ochish xizmatimiz ham bor, YouTube kanal savdosi ham bor, kommentga yozib ketamiz do'stlar. YouTube kanal kim kerak bo'lsa, yo'q server. Chiqib olamiz, ehtiyot bo'lib.